Assalomu alaykum, Qirg'iz bozor kanalining ko'ruvchilari. Bugun 25-iyul, kungi o'sha subota biz Jalolobod oblasti Manas shahriga qarashli Intimoqda Благовещенка jaqdagi mol bozor, qo'y bozor, at bozordamiz. Tuğanlar, bismillah deb at bozordan boshlaymiz. Shuni odat qilib olganmiz. Ondan keyin Xudoy buyursa yetishib mol bozor, qo'y bozorlarda dele tartamiz. Bismillah deb at bozorga da kelib qoldik. Atlar endi jag'imga tushib o'tadi. Molar dele tushsa kerak. 180 mingga. Qanchaga bermadingiz? Qo'shdi ekan. So'yib tuyoqlar so'nin etidan so'nin ekan. Hammasi soda bo'ladi. Bunda tuyoq-muyoqlar eti so'nin ekan. Yaxshi ekan. 158 mingga sotildi. Alindi. Ajabo saldi. 190 mingga. Yash qanday? Ekin tuğan deydi. Eti yaxshi ekan. Sevimiz ekan. Bu qachirilgan bo'ja qisirmi? Qisir. Eti so'nin ekan. Eti so'nin ekan. 200 dan da o'tgan. Etleri de so'nin ekan. Kaçsam gindi semiz. Ama semiz ekan benim. Kelele semiz. Keller çıktı. Yaş qanday bo'lib qoldi bularning? 2dan 3dan tuğan deydi. Nomerleri 707 menen 606 606 425. 425 bunlar. Etti. Yaxshi beyler. Buna dele. Buna dele semizken. Aytavering aka. 73 bin. 73 menen. 25-50'ye geliyor. 25-50 elüyse. Aka. Çalıverasizlar. 160'lar 180. 160, nasıl 180 ekan. Erkek urg'achi taylar aka. Ekovi teng urg'achi, 3-quluni deydi. Maşallah. Esmeralda izlab oladi. Maşallah. Kliskalarni qo'yib qo'yibdir aka. Bunları dilece hoş ekan. Sağlıqni qilsin. 180'den doğdu. Balası urg'ach ekan bundala. Bu yoqlar uzun chiroyli bo'lib ketdi. Bunasi da 180 doğdu. Bundala balası urg'ach o'xshaydi. Ana ikkinchi bolasi ekan, bu erkak ekan balasi. Namni bo'lsa birinchi deydi. 180 ming. Kam var deydi. Yash qanday bo'ladi? 5 tuğan deydi. Bundan bayta aqchasi qancha bo'ladi? 105 kami var deydi. Bayta ekan, nasıl erkak ekan ha? Qancha so'mdan bular? 100, mal 120. Bunun 100 ming so'm deydi. Bunun 125 deydi. Baytalda. Cemde turulanlar ekan bular baytal o'xshaydi. Baytallar o'xshaydi. Aqcha 140 ming so'mdan deydi baytallar. Cemde turganlar o'xshaydi, quruqda turganlar. 115 ming erkakda ekan ha? Yashi qanday bo'lib qoldi buning? Bunda quruqda turgan o'xshaydi. Semiz ekan. 125 deydi. Quruqda turan erkakda. Aqchasi qancha ekan akam? 130 kami var. Yashi qanday ekan? Buna. Baytala? Baytal ekan. Qanday ana? 200. Nani var? Hammascha? 150. Yoshlar qanday bo'lib qoldi bular? Bu kulağın baytağı bu çoğuna deydi. Özür dile çoğun ekan. Abi oldu. Bunlar 150 tane. 850'den mi? Hadi. 850'den deydi. Pazarda жүргөндө korkmasın da. Etleri yaxshi ekan. Quruqda turganmi aka bular? Etleri yaxshi. Yoshlari qanday bo'lib qoldi primerda aka? Ekasiylar? Canasıyla. Ha, canasiylar ekan.
Жаңасы? Жаңасы екен 170. Aytal. 75 bin. Былтыркы кулундар да эми? Былтыркы кулундар. 80 aldığında 80 bin diyorum. 70 bin so'm deydi. 3 tuyoq oq, chiroyli narsa ekan. Turşu qalin bo'lib qolib turibdi. Tishlab qo'yganman, nima bo'lib qolgan? Chiroyli, o'ta chiroyli ekan, ha? Mashallah, ko'z tegmasin. Yaxshi narsa ekan. 100 ming so'mdan quruqda turganlar, ha? Quruqda var ha. Jemdagilar ekan. O'ta so'm ekan. Bozor so'raylik baka. 90 bin so'mdan berdim. 90 ming so'mdan berdimi? Ha. Akçalar qanchadan ekan buni? Buna 85, narkı 90, Aha. narkısı 70, muayyen 70. Yaxshi taylar ekan bularda. Sonu taylar ekan. Nasıl 100 narxı ya narxı 100 900 ona. Etleri yaxshi ekan, quruqda turgan ekan, ha? Erkek taylar, ha? Kalta tayi jashi qanday bo'lib qoldi ekan? Kalta tayi, ha? Narxı net kuchli turar ekan, buni qo'rta ekanda, ha? 100 ming degani, narxi 110 degani, eti yaxshi ekan. Bozor suradi aka? Hem gitmişmi? 80 dolar erkek tay. Былтыркы кулундардан да. 70'ten kemi var mı? Narxısı? 70'ten kemi var dedi erkek taylar. Ben durağım, ben zorluğuna. Qancha ekan maqchasi qancha ekan aka? Bu 90 aka. Bu 90. O'rtada qancha so'radi? 62 jarima so'radi. 62,5 so'radi ostayni. Sodasi oldu 62'ye verilmedi. Qarası zor ekan. Alğanğa so'radi, blogerlik qoldi ota. Ya, mana 130 qaldi o'tatgan. Yaxshi naqa ekan. Turishlarda, boshlardagi yash qanday bo'lib qoldi ekan? Kunan ökötem kunan. Ekotem kunan deydi. Maşallah. Mana 130 dedasiz. Mana 110 dedingiz-a? Bolo turgandari. Dolu turganlarni. 160 ming so'm deydi. Erkek. Yash qanday bo'lib qoldi buni? Kunan ekan. Boshlari cho'ng, tuyoqlari toza ekan. Eti de yaxshi ekan. 130. 130. Aqchasi qanchadan ekan aka? Assalomu alaykum. 160'dan. Quruqda turganlar ekan, ha? Semislar. Semiski. Eti so'm ekan konto. Ne deydi? 145 ming deydi. Eti o'ta so'm ekan bular. Quruqda turganlar bularda. Tamam, qarasi 155 ming so'm deydi. So'm ekan etleri bro. Aqchasi qancha ekan aka? 145 ming deydi erkek ekan. Yash qanday bu? Kuchli ekan. Ha, qarab yurganiki deydi. Qarmab turdi deb ketdik. %35 yaşı kuchli deydi. Baytal mı? Erkek. Erkek ekan. Tuyoqlari toza. Boshlari da son chiroyli ekan. Bo'ylari uzun, eti da son ekan. Alaykum. Sizmi? 230. Yash qanday buni aka? Ha, bundan pishdi deydi. O'ta cho'ng ekan, eti da son ekan. Semiz ekan. Soda bo'ladi. Bunda eti yaxshi ekan, erkek. Güzellik mi soruyordu ki? Alarman. Yaşı kunan ekan. Alarman emas, satarman 150 ming deyotadi ki. Pazar bag'ı. Adashib ketdik. Peki 120 ming ekasi deydi. Yaxshi ekan, bir o'ta chiroyli ekan. Maşallah, ko'z tegmasin. Arqa tuyog'ida yerda ishi bor ekan. Manda yaptıram çıkıp kalktırdım aslında. Son ekan biroqchi. Arqa tuyog'ida buni. Yerine kishini tepib var ekan. Yaxshiroq setdik.
Так, туғандар, менен видеобузду аяктайбыз. Биякта билесиздер, тарта албайбыз. Айрым себептерден улам. Үйлөрүңүздөргө тынчтык, амандык, чарбаңыздарга береке. Видео жаккан болсо лайктан басып, мотивационный жакшы сөздөрүңүздөрдөн комментарийге жазып кетиңиздер. Эгерде рекламалар болуп турган болсо, төмөнкү нөмерлерге чалып байланышсаңыздар болот. 228 923 753. İnşallah özünüz kıymetli oluruz. Selamun Aleyküm.